Bu uyda kimdir yangi hayot boshlaydi, balkim bu siz bo'larsiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimiz Ozod shahar ko'chasi 9 qavatli Novostroykaning 4-qavatda 4 xonali kvartiramiz chiqyapti. 125 kvadrat, boshlang'ich narxi 138 milliardlar. Yana sizlar uchun arzon qilib beramiz. Bizlar video obzorini boshladik. Sizlar esa bu videoni uy qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'ying. Mana bu yer eshikdan kirish qismi bo'lyapti. Kattagina hol qismi. Bu yer polностью garderobli shkaflar qilingan. Birinchi xona chap qo'ldan boshlaymiz. Bu yer bo'lyapti общий sanuzal, ko'rishingiz mumkin, hamma sharoitlari bor. Bu uyimizda eng muhimi kadastr dokumentlari muammo yo'q. Mana bu yer ko'rishingiz mumkin, bolalar yotoqxonasi, bolajonlaringiz uchun xona. Eshiklar polностью krashini MDF bo'lyapti. Uylarimiz polностью new klassika dizaynlarga qilinganlar. Eshikdan to'g'riga kirganda oshxonamiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, hamma mebel texnikalar bor. Bu yerda esa 6 kishilik stol, teraza tashqari tomonga qaralyapti. Uyimizda hamma sharoitlari bor. Mana bu yer bo'lyapti mehmonxona qismi. Bu yerga xohlasangiz ugalok, xohlasangiz 12 kishilik stol qo'ysangiz, bemalol mehmonlaringizni shu yerga kutsangiz bo'ladi. Keyingi xonaga o'tamiz. Marhamat. Bu yer yana bitta bo'lyapti, kichkinagina koridor. Mana bu yerdan sizlar katlar yotoqxonasiga kirishingiz mumkin. Mana bu yerda 2 kishilik yaxshi mebel qo'yilgan, panoramali oyna juda ham chiroyli. Mana bu yerda garderob shkofchalar, uyimiz juda ham chiroyli dizaynga remont qilganlar. Mana bu yer bo'lyapti, oxirgi xonamiz, yana bitta bolajonlar yotoqxonasi. Bu yerda balkon qismi ham mavjud, ikkita yotoq. Mebel kimga qiziq bo'lsa, bu uyimiz Ozod shahrida joylashgan, pastda nomerlar bor, telefon qilinglar, sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Savob beringlar, yosh realtorlar.